Servisimizda avtomat korobka mashinalari uchun yangi xizmat turini yo'lga qo'yganmiz. Bu apparatimiz avtomat korobkalarda moyni turgan joyida to'liq holatda almashtirib beradigan apparat bo'ladi. Gentra mashinamiz kelgan, bu mashinamizda ham korobka moylarini to'liq holatda almashtirib berish xizmatini qilib beryapmiz. Xo'p, korobkani ichida eski moyni to'liq holatda chiqarib tashlaydi bu apparat. Ichida hech qanaqa moy qolmaydi. Yangi moyni yana to'liq dabavka qilib beradi. Xo'p, bu tomondagi apparatimiz antifrizlarda to'liq liniyani tozalab, antifriz sistema liniyani tozalab, yangi antifrizlarni to'liq dabavka qilib beradi. Pechkani ichida eski antifrizlar qolib ketadi, bilasizlar. Shu pechkani ichidagi antifrizlarni ham chiqarib, to'liq holatda yangi antifriz qo'yib beradi. Kimga xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, servisimizga murojaat qilib kelaverasizlar, pastda raqam qoldiramiz. Programma xizmatlari bo'ladi, motor, hadovoy, gaz nastroyki, gaz uстановка, qanaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, kelaverasizlar, o'zimiz ishlaringizni chiroyli va sifatli darajada qilib beramiz. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimiz rivoji uchun bitta like bosib, videoni tarqatib qo'yinglar. Rahmat hammaga.